Assalomu alaykum. Hurmatli 2-sinf darsligi bilan shug'ullanuvchilar, 113-dars ko'paytirish jadvali. Yondosh mavzu manzillar. Bu joyda birinchi misol turibdi. Jadvalda har bir belgining manzili bor. U satr va ustunning tartib raqamidan iborat. Masalan, belgining manzili 5-7. 5-7 da turibdi. Mana shunday 5 burchakli figura. Qaysi belgilar 2-1, 1-3, 7-7 manzillarda turganini topasiz va boshqalarni ham xuddi shu tartibda topib belgilab qo'yasiz. Mana bu yerda smile rasmi 1-3 manzilda turibdi. Tomchi esa 2-1 da. Xo'p, samolyot esa 1-7 da, 3 burchak shakli 3-2 da, yulduzcha 3-6 da va hokazo. O'zingiz shu tarzda topib ifodalar tuzing va ularning qiymatlarini toping. Ko'p qavatli uyda 6 ta yo'lak va har bir yo'lakda 8 tadan xonadon bor. Bo'lsa, to'g'ri to'rtburchakning bo'yi 6 cm, eni 4 cm. To'g'ri to'rtburchakning yuzi nimaga teng? Hamid 5000 so'mlik va 6 ta kupyur oldi. Hamid qancha pul oldi? Birinchi misol mana bunday ishlandi. 6 ni 8 ga ko'paytiramiz, 48. Endi to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish uchun 6 ni 4 ga ko'paytiramiz. 24 kvadrat santimetrga teng. Disi esa 5 ni 6 ga ko'paytirsak 30 kupyur oldi. Masala mana shu tarzda ishlandi. Bu joyda 3-misol ko'paytirish jadvali. Albatta bu jadvalni chizib yod olishimiz kerak. 4-masala. Yangi tumanda bir nechta 5 qavatli va 9 qavatli uylar qurildi. Ulardan 83 tasi 5 qavatli uylar, 6 qavatli uylar esa 9 qavatli uylar esa ulardan 18 ta kam. Bu tumanda hammasi bo'lib nechta uylar qurilgan? 83 ta 5 qavatli uylar, 9 qavatli uylar noma'lum, ulardan 18 ta kam, hammasi noma'lum. 83 dan ayiramiz 18 ni 65 ta, 83 ga 65 ni qo'shsak 148 ta uy qurilgan. 6-misol masala bu uyga vazifa edi. Albatta buni birgalashib ishlaymiz. Bu joydagi misollar ko'paytirish va bo'lish yo'llari bilan ishlanadi. Albatta siz uning uchun ko'paytirish amallarini bilishlaringiz shart. Shu misol, daftaringizga tomonlari 7 cm va 5 cm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yasang. Uning perimetri va yuzini toping. O'sha to'g'ri to'rtburchak perimetrini topish uchun biz enini, bo'yiga hammasini qo'shib, hamma tomonni qo'shib chiqishimiz kerak. Tomonlari bir xil bo'lgani uchun 7 ni 2 ga ko'paytiramiz, 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 14 ga qo'shamiz 10 ni 24. Yuzini topish uchun enni bo'yiga ko'paytiramiz. 5 ko'paytirib 7 bo'ladi 35 kvadrat santimetrga teng. Hurmatli ota-onalar, mana bugun 113-dars shulardan iborat edi. Keyingi dars sizga yetib kelish uchun albatta obuna bo'ling. Xayr azizlarim.